Hamma mashhurlar Simichka gapda. Qani, boshlaylik. Mana bugungi Simichka gapimizning asosiy sababchisi Elon Musk. Portugaliya bilan O'zbekiston o'yini necha bilan yakun topadi? 2-1. 2-1. Keyingi mashhur insonimiz Mr. Bean. Sizning fikringiz qanaqa? Eng kam 3-1. 3-1 ga O'zbekiston yutadi. Ha, albatta. Ha, Undan past bo'lishi mumkin emas. bundan past bo'lishi mumkin emas. O'rnaga o'g'ri chiqibdi. Kung fu ustasi. Yutma. Ha, sizni fikringiz qanaqa? 5-0 da. 5-0. Yaxshi. Sonra borcu bizde. Ha, sonib peshonamiz. Sonib urdinimi, poyiz urdinimi? Salom do'stlar. Keyingi mashhurimiz. Hop, futbolga fikringiz. Futbolga fikrimiz xudo xolasa O'zbekiston 1-0 yutib olsa ham bizga o'ta katta yutuq bo'ladi. O'ta katta yutuq. Ammo 0-0 ga ham rozimiz. Bunga ham rozisiz. O'zbekiston yutgandek bo'ladi o'shanda ham. Bo'ldi. Keyingisi Yuriy Boyka. Hop, futbolga. Qani Portugaliya O'zbekiston hisob 4-1. Salom do'stlar. Hop, futbol hisob qanaqa bo'ladi O'zbekiston Portugaliya? O'zbekiston Portugaliya 5-1 ga qo'yadi xudo xolasa. Bo'ldi. Portugaliya. Portugaliya deyapti. Hop, Simichka gapimizda yangi mashhurlarimizdan. Portugaliya O'zbekiston. Hisob qanday holatda bo'ladi? 3-0. Bo'ldi. Do'stim Leonardo. Hammaga salom. Titanik cho'ktirgandek Portugaliyani ham cho'ktiramiz. Ko'ramiz. Bizni kemamiz suv osti kemasi. Ha, suv osti kemasi. Hop, hisob qanday bo'ladi? Hisob 2-0 O'zbekiston yutadi. 2-0 O'zbekiston yutadi. Bo'ldi. Yanivir. Hindiston chempionatga chiqmagan taqdirda ham siz O'zbekistonga baliqchilik qilar ekansiz. Albatta. Portugaliya O'zbekiston hisob O'zbekiston yutadi. ha, yutadi bilamiz. Nechiga? 2-1 ga. 2-1 ga yutadi. Yaxshi. Do'stlar, sizlar bilan Jekchani. Sho'g'rifxon. Jekchan sen-ku. Sho'g'rifxonmisan? O'zbekiston Portugaliya hisob. Hop, Abbos bitta uradi, Messi 3 ta uradi. Messi yo'q-ku. Ha, kim o'ynaydi? Portugaliyada Messi yo'q. Ronaldo ura olmaydi. Olmaka ham o'ynaydi. Ronaldo pishdi bunda, unutinglar u bolani. Sho'g'rifxon. Ho, Portugaliya O'zbekiston hisob qanday holatda bo'ladi? hisobni bilmadim-u, O'zbekiston yutadi, lekin Portugaliyaga tikkanman. Xullas do'stlar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Hisob qanday holatda bo'ladi? Kommentariyada yozib qo'yasizlar, bemalol yozish tekin. Like bosish ham tekin.